Bugun bizda Yevropa gazda 20 o'rindiqli Jak avtomobillariga metan gaz ballonlarini va 4-pokoleniya qilib original variantlarini o'rnatib beryapmiz. 1, 2, 3. 3 ta Jak avtomobiliga hammasiga metan gaz ballon o'rnatilyapti. Mana bunisiga 2 ta 60 litrlik va 2 ta 30 litrlik metan gaz ballonni tag qismiga mustahkam qilib, qalin 4x4 lentalar bilan o'rnatib berilyapti. Mana ko'rishingiz mumkin. Ballonni joylashlari 60 litrlik, 2 ta 30 litrligini o'rnatib beryapmiz. Bu yerda Cobalt avtomobillarimizga propan gaz ballonlarini o'rnatib beryapti. Bularni qo'yiladigan jihozlarni hozir videoni oxirigacha kuzatsangiz, batafsil tushuntirib o'taman. Narx-navolar va necha kilometr masofani bosib o'tishlarigacha to'liq ma'lumotni berib boraman. Avval siz videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bularning hammasiga 2 ta 60 litrlik, 2 ta 30 litrlik metan gaz ballon o'rnatib berilyapti. Bular 300 450 gacha trassada masofani bosib o'tadi. Shu gaz ballonlar bilan oldiga qo'yiladigan jihozlarni hozir sizlarga birma-bir tanishtirib o'taman. Dilshod qara keldi, Dilshod. Original zapravочный bilan va 03 Stage firmasiga brendiga tegishli farsunkalar bilan o'rnatib beryapmiz. Bu tezkor bo'lgan farsunkalarimiz va Stage brendiga tegishli Polshada ishlab chiqarilgan blok boshqaruvi bilan o'rnatib berilyapti. Eng original komplekt bilan o'rnatib berilyapti. Bu yerda reduktori Rail brendiga tegishli italyanskiy eng yaxshi reduktorlarimizdan. Buni qo'yishimiz sababi ot kuchi katta avtomobillariga o'rnatiladigan reduktorimiz. Ham chidamli, ham gazni bemalol yetkazib beradi. Hammasiga bir xil qilib o'rnatib berilyapti hozir. Buni orqasi boshqacha. Shu masofasi 350, 450 gacha trassada masofani bosib o'tadi. Yana o'zingizda hududingizdagi gaz zapravkalardagi gazni bosimiga bog'liq. Biz endi manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahrida joylashganmiz. To'liq ma'lumotni yana batafsil turgan manzilimizni tushuntirib o'tib ketaman. Bu avtomobillarimizga 2 ta 60 litrlik, 2 ta 30 litrligini polniy 4-pokoleniya original variantini 13 million so'mdan o'rnatib berilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana shunaqa Jak avtomobillarini minadigan akalarimizga bu videoni jo'natib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Kesalaring chiroyli narxlarda eng original jihozlar bilan o'rnatib beriladi. Bu yerda Cobalt avtomobilimizga propan gaz ballonlarini o'rnatib beryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha kuzating, to'liq batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. 1 litrlik propan gaz ballon bilan Cobalt avtomobilimiz 400 km shahar ichida 550 gacha trassada masofani bosib o'tadi. Qiziq ma'lumot uchun qiziqqanlarga aytib o'tyapman. Propanning narxi 7,5 ming so'm. O'sha joylarni bir hisobga olasizlar. Propan gaz ballon o'rnatishdan oldin 47 litrlikka 45 litrlik gaz ketadi, propan gaz. Cobaltchi akalarimizga bu videoni maksimal tarqatib qo'yamiz. Oldiga qo'yiladigan jihozlar bilan sizlarni tanishtirib o'tsak, ballon sertifikati Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz ballonlar o'rnatib beryapmiz. Bu Cobaltimiz MCM Cobalt bo'ladi. Reduktori italyanskiy, hammasi Tachili brendiga tegishli AT09 modeli. Farsunkasi o'sha birga anavisi 1 yil kafolatligi, hid chiqarmasligi uchun bir metalik filtri bilan hid chiqarmasligi uchun argument shlang va bir metalik filtr bilan o'rnatib berilyapti. Buni narxini 3,5 million so'mga polniy original qilib o'rnatib beryapmiz. Stek brendiga tegishli Polshada ishlab chiqarilgan blok boshqaruvi bilan o'rnatib beryapmiz. Bu yerda yana bitta Cobalt avtomobilimizga 47 litrlik Belarusda ishlab chiqarilgan eng sifatli yuqori bo'lgan ballonlarimiz bilan o'rnatib beryapmiz. Zapravочныйga terma trubka bilan o'rnatildi bunga.
oldiga qo'yiladigan jihozlar bilan yana buni ham tanishtirib o'tadigan bo'lsak. Bu ko'prikimizga ham Tomasetti Acili italyanskiy reduktorimiz bilan o'rnatib beryapmiz. Modeli AT09. Eng sifati yuqori bo'lgan reduktorimiz bilan o'rnatildi. Mana bu yerda 3 ta bolt orasida filtri bo'ladi. 15 ming, 20 ming kilometrda 40 ming, 50 ming atrofida turadigan propanimiz, filtrimiz. Shuni doim almashtirish esdan chiqmasin. Bir martalik filtr har yog' almashtirganda 5000 kilometrda almashtirirsalaring bo'ladi. Iloji boricha zapravkani arzoniga emas, eng sifati qimmatiga boringlar. Chunki bekorga qimmat emas. Sifati o'shanga yarasha bo'ladi. Hid chiqarmaslik uchun Fagubit shlang original xomati va italyanskiy Rail brendiga tegishli 2 ohmlik tezkor bo'lgan farsundamiz bilan o'rnatib beryapmiz. Buni sifati juda ham yuqori bo'lgan farsundalarimizdan. Optima Pico Alex brendidan Polshada ishlab chiqarilgan blok boshqaruv bilan o'rnatib berildi. Bu kobaltimizga 47 litrlik Belarusda ishlab chiqarilgan original balon bilan, propan gaz balon bilan, oldi jihozlari italyanskiy farsundga, italyanskiy reduktori, Polshada ishlab chiqarilgan kompyuter boshqaruvi bilan ikkita baza, Gaina bazasi va zapravkalarda bazasiga kiritib qo'yish bilan jamini 4 million so'mga o'rnatib berdik. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Mana bizga yana bir Cobalt avtomobili keldi. Bunga ham propan gaz balonni o'rnatib beramiz eng original jihozlari bilan. Hozir buni videoni oxirigacha kuzatsangiz, batafsil tushuntirib o'tamiz buni ham. Bizning manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahrida joylashganmiz. So'raganlarga manzil qayerda deb ko'plab insonlar kommentariyada shu so'zni, shu savolni berishyapti. Bizning manzilimiz Samarqand, Jizzax tomondan kelishda, Betonkada Sardobadan o'tganda o'ng qo'lga Gulistonni ichiga to'g'ri mana shu bitta katta trassa bor. 18 kilometr masofani bosib, o'ngga burilib mana shu ko'prikchadan Anhorda bo'yida joylashganmiz. Bizga kelib avtomobillaringga gaz, metan, propan gazlarini o'rnatib ketishlaring mumkin. Bu yog'i Toshkentdan kelishda o'ng tomonga Betonkaga burilib ketish mosti oldidan to'g'ri Gulistonning ichiga most tagida yurasizlar. 16-17 kilometrda svetofor keladi. Masjiddan o'tgandan keyin jome masjidimizdan svetofordan o'ngga qayrilib 2 kilometr masofada bitta qayrilib olish bor. Shunda qayrilib bir 30 metrlar yurib, o'ng tomonga burilib, mana shu ko'prikchadan kelib avtomobillaringga metan gaz, propan gazlarini o'rnatib ketishlaring mumkin. Biz azlar birinchi qo'llardanmiz, borini borda yolg'on yaxshi so'zlar ishlatmasdan siz tanlaysiz, biz o'rnatib beramiz. Arzonimi arzonini o'rnatamiz, sifatlimi sifatlisini o'rnatib beramiz. Muhimi sizlarga Yevropa gaz, biz doim sizlarga sifatni tavsiya qilamiz. Yana bir gapni aytib o'tib ketsam, ma'lumot o'rnida Belarusiyada ishlab chiqarilgan o'sha 47 talik tabletka balonlarga aslida qonun qoidasida 47 litr emas, 45 litr emas, balonda 85% gacha to'ldirish shart. Bu qonun qoidasiga belgilangan narsa. 85%, masalan 40 ta urdingiz 300 ming so'm bo'ladi. O'sha 300 ming so'm bilan propan gaz balon bilan 7,5 ming litri o'shanda 450 530 kilometrgacha masofani bosib o'tadi. Shu joylarga ahamiyat beringlar. Hech qachon propan zapravkaga borganda, yoqilg'ini quyganda hech qachon to'ldirib quymanglar propanni. Sizlarga muhim tavsiya bu. Kimga qiziq bo'lsa, bizda yechilgan propan gaz ballonlarimiz bor, 65 litrlik silindr va tabletka ballonlarimiz bor. Kelishtirib chiroyli narxlarda berib yoramiz. Aloqaga chiqinglar, bemalol. Shu Jak avtomobillariga qo'yiladigan jihozlarni hozir sizlarga birma-bir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana bittasiga italyanskiy AT20 reduktori bilan o'rnatilyapti. Tomasetti Acilidan juda ham sifati yaxshi bo'lgan reduktorlarimiz mana.
yoqda mana 03 Samsungamiz, alohida tezkor bo'lgan Stage brendidan Polshada ishlab chiqarilgan Samsungamiz va Stage brendidan Polshada ishlab chiqarilgan Stack GoFaz 200 blok boshqaruvlarimizdan mana bu eng sifatli yuqori bo'lgan kompyuterimiz, legenda kompyuter bo'ladi bu. Agar sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bosilgan layklarni YouTube ko'proq insonlarga tavsiya qiladi va ko'proq insonlarga manfaati tegishini xohlaymiz. Yevropa Gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi.